Bizda ko'p ayollarning eng katta xatosi kutish. Kutadi, erim qilib bersin, erim o'zgarsin, erim to'g'rilasin, erim yaxshi gap gapirsin, erim ya'ni qilib bersin, majbur. Kutadi. Kutayotgan inson, o'layotgan inson. Bir oilaviy davradamiz. Shu turmush o'rtog'imga choy quyib uzatib, yana bitta turmush xotin bilan birga oilaviy o'tiribmiz. Turmush o'rtog'imga choy uzatdim-da, keyin aytdimki, "Sultonim, butun muhabbatimni sizga choy quyib beribman" deb uzatsam, keyin ular bir chiroyli gap bilan "Rahmat, qabul qildim" deb chiroyli javob bersalar, haliga erkak aytibdi ayoliga, "Ko'rdingmi? Turmush o'rtog'iga qanaqangi mulozamat qildi" desa, ayol aytib, "Siz ham ko'rdingizmi erini javobini" debdi. Hech bir erkak subuti, ori, g'ururi bor erkak o'zini boshqa erkak bilan solishtirganni qabul qilmaydi.